Aziz va mehribon dadajonim, sizning tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Siz biz uchun hayot maktabi, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ustoz, har qanday vaziyatda suyanch bo'ladigan mustahkam tog'siz. Sizning mehringiz, sabringiz va donoligingiz tufayli biz hayotda dadil qadam tashlashni, halollik va mehnat bilan yashashni o'rgandik. Siz har doim oilamiz tinchligi va farovonligi uchun fidokorona xizmat qildingiz. O'zingizni emas, farzandlaringiz baxtini ustun qo'ydingiz. Sizning har bir nasihatingiz, har bir duoyingiz biz uchun bebaho xazinadir. Hayot yo'limizda erishayotgan yutuqlarimizning zamirida sizning mehnatingiz va tarbiyangiz mujassam. Allohim sizga mustahkam sog'lik, uzoq va barakali umr, qalb xotirjamligini ato etsin. Har bir yangi kuningiz quvonch va shukronalik bilan o'tsin. Doimo yonimizda bo'lib, bizni o'sha mehribon nigohingiz va oq duolaringiz bilan siylab yuring. Oilamizda siz borligingiz biz uchun eng katta baxtimizdir. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, mening aziz, mehribon, qadrli dadajonim. Sizni juda yaxshi ko'ramiz va doimo qadrlaymiz.